ko'rmadim. Xotin, aya. Qayan jo'llaring bilan sondirab kelyapsizmi? Ey qilaqizim jidan tadi uxlab qo'ymaganman, nima aytib kino olding? Ayam bilan buvim sizdan arazlab ketib qoldi. Aybdor topish uchun bundan buyog'iga buvim ham o'zim, ayam ham o'zim. Ey, u qanaqa bo'ladi? Ufto jonga tuyib ketdi. O'tirsam opoq, tursam sopoqman. Bu nolashaga qaraganda ayasini o'xshatyapti. Keling, shaqillamashdan ishni qiling. Chuchchi, aya urishurmangizlar. Sen o'z onangga gap qaytaryapsanmi? Voy, davlina moshyapti. Ayamda dahna kasalni o'xshatyapti lekin. Amana siqqa kuyib ketdi. Ozgina pul bering, bitta sallanka qo'yni oling. Pul zotim borma, senga yo'q pulim. Bor qiri. O'g'lim puldan tushqani. Jonlarim bilan gastakka bormoqchi edim. Bo'ldi, aya mana. Qolganidan ber, qirib soq. Bugun ham ishga pishkam ketganman-da. Uyga o'lsam ham qaytmayman. To'yib ketdim, ketaman. Ketsang-ki turajina. O'g'limga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Aya xotinimni yaxshi ko'raman, o'g'lim buzilib ketmasin. Ish aralashma. Astara qizim, hamselar eshitadi. Voy yuragim. Bo'ldi, aya bilganingiz qilag'in, Kuzatuvlarimdan shu narsa aniq bo'ldiki, dadam bechorani adoyi tomon qilibdilar-ku. Voy, uzr. Agar yana dadamdan bir dona sochi to'kilsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Rahmat qizim, baraka top. Men ko'rgan ma'naviy zararlarni ham undirib berishingizni so'rayman. To'g'ri, jonlari bilan bir hafta tog'da dam olishga ruxsat berilsin. Ruxsat. Joningdan bizni qiz dadasi tuqqan qiz emas, dadasini tuqqan qiz-da.